Qon bosimi salgina oshibdi. Ha, hozir tezda ukol qilib qo'yaman, yaxshi bo'lib qolasiz Voy opajon. baraka toping iloyim. Hozir. Siz yotib turavering. Oyjon, assalomu alaykum. Voy yaxshi keldingizmi bolam? Voy, oyjon, sizga nima bo'ldi? Sal qon bosimim oshgan ekan. Baraka topsin Mastura. Uyda ikkala qo'ng'iroq qilishimga yugurib chiqib, endi hozir ukol qildiramiz. Oyjon, o'zimga yetmaysizmi? Xususiy klinikadan sizga hamshira chaqirtiraman. Ko'chadagilarga ukol qildiraverasizmi? Masturani qo'li yengil. Butun mahalla Masturaxonga qildiradi. Qiziqsiz-a, bolam? Ha, bildim. Lekin baribir o'zim chaqirtiraman sizga. Opajon, mayli men chiqa qolay. Xudoyim, ke bolam, kelding bog'chadan. Voy, oyjon, Bog'chadan kelding bolam, ke bolam. o'tir. Buving hali qo'llarini yuvganlari yo'q. Oyjon, men unaqasiz-a? Ko'chadagi g'alati qasang'ilarni uyga kirgizaverasiz. Qo'lini yuvganmi, yuvmaganmi, qarang, ovozi ham bo'g'ilib, shamollab yotibdi, infeksiya bo'lishi mumkin. Voy tavba, qo'yningizga olmang, tavba qildim. Ancha yengil bo'lardi o'sha ukol qilganda, bildingizmi? Yengil bo'lardim deysiz. O'zim sizga doktor chaqirtirib beraman. Unaqalarni uyga chaqirmang, iltimos. Bo'pti. Boring, ishingizni qiling. Hozir sizni xafa qilib qo'yaman. Oyijonim, xafa bo'lmang. Yur qizim. Qo'limizni yuvamiz. O'g'lim bechoram gapiraverib charchadi. Shatta qilovlarni aytib beray men deymanda yana katta janjalga aylanib ketmasin deb o'zim.